Hammamiz taniydigan Lokmako ko'p filiali bor, 10 yillik tajribasi bor. Mebel tanlayotgan vaqtda shu 4 ta qoida bo'yicha mebel tanlaydi. Shuni tushuntiramiz hozir. Birinchi qoidasi, stul tanlayotgan vaqtda karkasiga e'tibor qaratishadi. Og'ir vaznli odamlar o'tirgan vaqtda, uzoq yil foydalangan vaqtda sinib, qiyshayib ketmasin. Karkas mustahkam bo'lsin. Mana yirtib ko'rib tekshirishadi. Ikkinchi qoidaligi, ichkarida gubka, machalka emas, porolon ishlatilish kerak xomashyoda. Chunki uzoq vaqt foydalangan vaqtda pisayib qolib, o'zini birinchi ko'rinishini mebel yo'qotmasin. Uchinchi qoidasi, tashqaridagi matosi sifatli va yuviladigan bo'lishi kerak. Chunki har kuni bu tozalanadi, ichkariga narsa to'kiladi, boshqa bo'ladi, o'zini ko'rinishini yo'qotmasin. Sifatli bo'lsin, yuvilsin, dog' qolmasin. Baraka top. 4-qoidasi qulayligiga e'tibor qaratishadi. Qulay mebel mijozi ko'proq o'xshab turadi. Bu degani ko'proq buyurtma, ko'proq foyda. Hop, shu qoidalarga tushadigan mebelni kim tayyorlab beradi bularga? Deyarli hamma Lokmako filiallariga Furniglas mebel tayyorlab beradi. Chunki Furniglasda Germaniya texnologiyasi asosida import xomashyolarni ishlatib, uzoq yil tiq etmasdan xizmat qiladigan mebellar tayyorlanadi. Kafe, restoran uchun mebel tanlayotgan vaqtda xatoga yo'l qo'ymaslik uchun, aldanib qolmaslik uchun, bu qoidalarni esdan chiqarmaslik uchun albatta videoni saqlab qo'ying. Eslab qoling, bu Furniglas.